deputatlar, shahar hokimi o'rinbosarlari, tegishli korxona tashkilotchilari, ommaviy vositalar vakillari ishtirok etmoqdalar. Hozirda shahar kengashi 23 nafar deputatdan 18 nafari ishtirok etmoqda. Sessiyani ochish uchun kvorum yetarli. 7-shahar hozirda Olmos shahar kengashining 45-sessiyasida onlayn ishtirok etgan deputatlar bo'lganligi sababli sessiyada ovoz berish jarayonini kuzatib olish uchun sanoq komissiyasini tasdiqlab olishimiz kerak. Sanoq komissiya raisi 16-saylov okrugida saylangan deputat Samim Bektur Asqarovni nomzod taklif etilmoqda. Boshqa taklif bormi? Agar taklif bo'lmasa, huquqdan tasdiqlash so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q. Rahmat. Deputat Samim Bektur Asqarovni sanoq komissiyasi raisi tasdiqlandi. Rahmat. Sessiya davomida keladi. Unda O'zbekiston to'g'risida qo'llanilishi so'rayman. 7-shahar xalq Olmos shahar kengashi sessiyasini ochish to'g'risida kimlardan taklif bor? Ochilsin deputatlar huquqdan tasdiqlash so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar yo'q. Sessiya bir ovozdan tasdiqlandi. Sessiya ochilib e'lon qilaman. Sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibiga 12-saylov okrugida saylangan deputat Po'lat O'zbekistonni nomzod deb taklif etilmoqda. Boshqa taklif bormi? Agar taklif bo'lmasa, huquqdan tasdiqlash so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar yo'q. Rahmat. Deputat Po'lat O'zbekistonni sessiya kotibi etib tasdiqlanib, mahkamah joyiga kelishish mumkin. Sessiya ishtirokchilari 7-shahar hozirda Olmos shahar kengashi 45-sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi to'rtta masaladan iborat. Deputatlarga barchalarga tarqatilgan. Ushbu kun tartibi yuzasidan boshqa taklif bormi? Yo'q. Agar bo'lmasa, huquqdan tasdiqlash so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibi tasdiqlandi. Kun tartibini birinchi masalasi Olmos shahrida yoshlar uchun yozgi ta'tilni
mazmunli va samarali o'tkazish qaratilgan dolzarb 90 kunlik amaliy tadbirlarni dastur tasdiqlash to'g'risida savol beruvchi Olmos shahar hokimi o'rinbosari Abdurahimov. Demek yozgi mavsumdan buyon hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga qaratilgan dolzarb 90 kun loyihasi e'lon qilingan. Mana bu yil ikkinchi yili, bu ancha tajriba orttirdik. O'tgan yilda ham tabiiyki yoshlarimiz ta'til davomida demak ularda bo'sh vaqt ko'p bo'ladi.